Alo. Sattar tuzuymisan? Ha, 15 kun deganda chachib oldirdim. Bugun oshmaydi. Jinni u baqir chaqir qiladi. Usta bo'shmisiz? Keling aka, kelavering. Aka, Yaxshimisiz aka? nima bo'lasiz endi aka? Shu imkonlar olib yuribsiz-da. Xolos. Pravo olaman deb yurganlardan olamiz imkonlar. Ko'makda ishlaysiz bravo. Kakrasi bor. Nimaga? Bizda ishxonada bitta qoidasi bor-da. Xo'sh, Qo'shimcha ishga to'liq olingan aka. muammosi yo'q. Bo'ldi aka. Endi bitta sharti bor-da. To'lov qildim shekilli. To'lov qildingiz-ku, bizda to'lovdan keyin aka Toshkentga oid bitta savolimiz bor-da. Xo'sh, 18tasini topsangiz, qochingiz olamiz aka. Topmasangiz qaytadan imtihon topshirishingiz kerak-da. chacha oldirish ham qiyin bo'lib ketibdi. Ha? Aka, pravo olish ham oson bo'lmayapti-yu. A few moments later. Aka 13tasini topdim. 7 ta qoldi. Biroq toping savollarni qolganini ham. Hali amallisi ham bor. Amalisi ham bormidi hali? Ot tasha, hayvonlar!